Bugun shunchalar ishim ko'p ediki, hatto qizimga aytdim, tez-tez menga qarash borib, ishlarimizni bitirib olaylik deb. O'zim oshxonamda ishlarni tez-tez bitirib, qayninoyjonimga o'tib, oshlarni ham boshlavardim. Chunki arafa bo'lgani uchun har bir xonadonda osh tarqatiladi. Aynan shu jarayonni mehr bilan o'zim qilaman. Qo'shnijonlarimni ham lol qoldirib, har doim yengillik qilishga harakat qilaman. Chunki bu kasbni o'zim dildan sevib qilaman. Iftorlarni qilib olib, aynan hayitga tayyorgarlik boshlandi. Hayit kuni har doim adajonim oldilariga boraman. Shu sababli qizimni kiyintirib oldim. Qizimga men baby stil tagliklarini ishlataman. Chunki hech qanday allergiyalarsiz va mutlaqo bezarar. Aynan bu tagliklarni o'zim marketdan xarid qilishingiz mumkin. Farzandimni tinchitib, katta qizimga berdim va o'zim ham tez-tez kiyinib, qizli uyimga yo'l oldim. Hayitga nima kiysam ekan deb boshim qotib, aynan bu bishopga zakaz qilardim. Menga yoqqan tarafi Sharifa ham o'zi bilan ekan. Materialga keladigan bo'lsak, materialini bemalol yuvib kiyveramiz. Kelib olib, har bir yaqinlarimga hadya ulashdim. Chunki hayit biz uchun juda ham katta bayram. Shu orada akam Husaynim bilan yo'lga chiqdik. Bilasiz, ona ham o'tgandan keyin xola ham ona o'rnida bo'lar ekan. Ularni ham yo'qlab kelib va uyga yo'l oldik. Akajonim, sinalarim keldi deb, bayram deb bo'lsin-da, shashliklar pishirishga kirishib ketdilar. Bu orada shashliklarni yeb, adajonim yur aylantirib kelaman qizim deb aylantirishga olib ketdilar. Orada mehmondorchilikka olib kirib, aynan adajonim bizni yaxshi ko'rgan joyga borib, shirinlik xo'rlik qildik. Xullas, bir kunlik kunim shunaqa zo'r o'tdi. Hammani yo'qlab, o'zimni ham o'ynatib keldim. Sizlar bilan bir kunlik kunimni bo'lishdim. Videoyim yoqqan bo'lsa, yurajani qizartirib keting. Bilasiz, xursand bo'laman.